Assalomu alaykum, qadrdonlar, mehribonlar, jigarlar. Ozgina vaqt oldin sizlarga apros qo'ygandim. Har faslda, har 3 oyda bir marta ehson qilamiz degan maqsadda. Bitta ham odam qilmaymiz degan nimani tanlamabdi. O'sha yerda punkti bor edi, hozir o'z ish og'ir, keyin qilaylik degan joyda hech kim tanlamabdi. Sizlar shunchalik ehson talab, ehsongo'y, samimiy va mehribon inson bo'lganligiga sizlarga ming rahmat. Ozgina vaqt oldin, bir 2 oy oldin bo'lsa kerak, bir opa chiqqandilar. Opa deganlarimda biz yoshlar sal kattaroq. Ularda rak grudi, ko'krak raki, o'sha saratoni aniqlangan. Uni stadiyasi o'sha baland bo'lib ketgan. Baland bo'lib ketganligi 4-bosqichga o'tib ketgan, 4-stadiyaga o'tib ketgan. O'sha dorilar yordam bermay, ularga o'sha immunoterapiya, o'sha ximический ожогni bir narsa qiladi. Endi mana meditsinskiy terminlarni yaxshi bilmayman. Endi juda ko'pchilik chiqadi video, yordam so'raydi, kimnidir adasi oyisi o'tib qolgan, kimgadir ummaga. Keyin men ularga tushuntirdim, biz o'sha Imino Rossiyada, Petrda yordam beramiz. Hozir mana Andijondan ham, Surxondaryodan ham, bu har xil joylardan chiqishgan, men ko'pchilikka aytdim. Biz endi imkonimiz o'sha Rossiyada aslida o'zimiz ayollarga, bolalarga yordam beramiz. Gulmira degan singlimiz, ularni tanlab nima qildik? Hozir videolarini qo'yib beraman. Shuning uchun sizlardan kattakon iltimos, sizlardan yordam, mana shu opani qo'llab-quvvatlash maqsadida ehson marafonimizni ochilib e'lon qilib, sizlar bilan birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib, hamjihat bo'lib, qo'lingizdan kelgancha imkon darajasida ehson qilishinglarni iltimos qilib qolamiz. Yo'q, unaqa nima narsa yo'q, talab yo'q. 50 so'm bo'ladimi, 15 so'm bo'ladimi, 20 so'm bo'ladimi, farqi yo'q. O'zi o'rtacha men har doim sizlarga aytib kelaman, bitta abietni puli yoki bitta ujunni puli o'sha 300 so'm, 500 so'm atrofida, agar imkoninglar bo'lsa, sharoitinglar to'g'ri kelsa. Imkoninglar yo'qmi, jab bo'lmasa o'sha bitta duo qilib nima qilib qo'ysanglar, unisiga ham minnatdor bo'lamiz. Kelinglar birgalikda, mana gruppamiz nomi ham jigarlar nomlangan, ilohim beraga hammamizni ehsongo'y qilib yurishlik nasib qilsa hammamizga. Hech kim ehson talab bo'lmasin, Ilohim hech kim oilasida yoki bir yaqinlarini atrofida mana shunaqa holatlar bo'lmasin. Hech kimga muhtoj qilmasin. Bizda Sanjar aka degan adminimiz bor, biz ana buxgalterimiz, kassirimiz, pul yig'uvchi insonimiz, hamma ehsonlarimiz o'sha shu insonning kartasiga tushgan. Oxirida hammasiga yig'ib, bular aytib turadilar, nechta pul tushganliklarini, qancha bo'lganini. Sizlardan vaqti bemahal baribir akalar davay deb turadilar. Shu bilan bir qatorda o'zimiz ham sizlarga o'sha yig'ilgan pulni biz hisobotini berib, отчетini berib sizlarga ko'rsatamiz. Так что, hurmatli jigarlar, qadrdonlar, mehribonlar, bugundan boshlab ehson marafonimiz ochilib e'lon qilamiz. O'zingizlarni mehribonchiliginglarni ayamaysizlar umidamiz. Qo'lingizdan kelgancha ko'ngilingizda bor summani hissanglarni qo'shasizlar va ehson marafonimizda shu singlingizga o'sha rak 4-bosqichdan mana 3-ga tushdilar. Xudo xolasa 3-dan 2, 2dan 1ga tushib, yo'q bo'lib ketib, oyoqqa turib ketib, xudo xolasa ilohim umrlari uzoq bo'lib, bizani duo qilib shu qilingan ehsonimizni yaxshiliklarini ko'radilar degan umiddamiz. Ilohim birgalikda, hamjihatlikda bir yoqadan bosh chiqarib, kuch birlikda deganlaridek, qadrdonlar, hammanglarni ehson marafonimizda kutib qolamiz. Boringlarga shukr, qadrdonlar, mehribonlar, o'sha gap. Yuzingizdan tabassum, qalbingizdan quvonch, yuragingizdan ishonch sizlarni aslo tark etmasin. Qilgan ehsoninglar Xudoning dargohida qabul qilib, Xudo xolisa sizlarga 100 emas, 1000 emas, million, milliard qilib 100 baravar, ko'p baravar qilib qaytasiz. Allohim har bittamizni, har birimizni ehsongo'y bo'lib yurishlik nasib qilsin. Hech qachon ehson talab bo'lmaydi. Hech kimning oilasida, yaqinlarini, shu atrofimizda hech kim shunga muhtoj bo'lmasin. Ilohim kasallarga Xudoim shifo bersin. Kasbkorimizga Allohim madad bersin. Omad sizlarni hech qachon tark etmasin. Qadrdonlar, Xudo xolasa ehson marafonimizda hammanglarni kutib qolamiz. Jigarlar gruppasi nomer 1 bo'lish kerak. Xudo xolasa hamisha mana ehsongo'y bo'lib yurishlik nasib qilsin. Boringlarga shukr.
imkonlaringizni yordam bersalaring. Yaxshi mumkinsa bu yoq qaytararmi yo'qmi bilmasam. Assalomu alaykum, singillar, ko'kalar. Musofirda yurtda ishlar. Men videoga chiqishimdan maqsad sizlardan yordam so'ramoqchi edim. Majburligimdan sizlarga video chiqyapman. Shu paytgacha shuncha qiynaldim, shuncha nima qildim. Xudoga shukr, qiynaldim demayman. Hech kimga murojaat qilmadim. Mana men 15 yildan beri Rossiyadaman. Xudoga shukr, qalin shukr, uy joyimda qilib oldim. Boshimda erim yo'q, bitta o'g'lim bor. Prosentga pul oldim. 150 ming so'm pulimiz millionlab bo'lib ketdi. Majburligimdan Rossiyaga chaqirdi opam. Keldim. Ishladim, Xudoga shukr, uy joyimni qildim. Ozmi ko'pmi qildim. Endi o'zim uchun yashayman deganda kasallikni orttirib oldim. Bundan 4 oy oldin yiqilib oyog'im sindi. Operatsiya bo'ldim. Operatsiyadan keyin joyimdan o'tirib turishim qiyin bo'ldi, tura olmadim. Больницаga olib ketishdi. Больницада aniqlashdi. Saraton kasallik. Og'da ham shu ko'krak saratoni 4-bosqichga o'tib ketgan. Shu oyog'im singaniga ukollar olganman, u birdan avj berib o'sib ketgan. Operatsiya bo'lmaydi senga, tabletka ximiya ko'tarmaysan, operatsiyani ko'tara olmaysan, organizming silavi. Joydan keyin seni o'sha ko'rikdan o'tkazamiz, qanday test qilyaptimi yo'qmi, qilmayotgan bo'lsak undan kuchlisiga o'tkazamiz. Shu tabletka seni ushlab turibdi. Agar imkoning bo'lsa, ilojing yetsa, boshqa mamlakat borsang, shunaqa apparat chiqqan, metastaz bergan menga, o'sha metastaz yig'atgan apparatlar chiqqan. Imkoning yetsa shaharga borib davolanmasang, bu yerga seni shu tabletka ushlab turibdi. Xudoga shukr, opam yordam beryapti, qilyapti shunchasiga. Bir tabletkaga 2 tabletka bitta osmanga 150 mingga ketadi. Yetkazib turibdi shunchasiga. Nega boshqa mamlakatga jo'nata olmaydi? Menga 2 variant qoldi. Sizlardan yordam so'rash, uy joyimni sotib o'zim yashashni xohlasam o'zimga. Boshqa variantim qolmadi. Iltimos sizlardan imkonlaring bo'lsa yordam bersalaring. Yaxshi mumkinsa bu yoq qaytararmi yo'qmi bilmasam. Qaytara olmasam Xudo imkonlari yetmagan duo qilsalar. Majburligimdan sizlarga chiqyapman, shuncha yil qiynalib biron kishiga murojaat ham qilmaganman. Qani edi oyog'im yurolsam edim, yaxshi bo'lsa edi. O'zim nima qilay, ishlab asta ishlab turib ham lecheniya qilardim. Boshqa yurtga borish katta pul so'rayapti. Iltimos qilaman, sizlardan yordam bersalaring. Xijolat bo'lmang, yotavering. O'zingiz urintirib nima qilib qo'ymang. Tuzukmisizlar? Charchamay yaxshi yuribsizlarmi? Yaxshi, Allohga shukr, yaxshi. Mayli. Mana bugun 4-kun bo'lyapti. Sal o'zimga keldim. Kimyosi yomon narsa ekan, charchab qoldim. Siz
siqilmang, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Nasib qilsa, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz yordam berishga. Men endi o'shanda sizni nimangizni ko'ruvdim-da, keyin hozir undan oldin ozgina ehson qilgan edik. Endi biz 3 oyda bir nima qilib yig'ilib qilamiz-da. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sizda nechinchi stadiya o'sha? Sizda rak o'sha nimangizda? Ko'krak raki, ha? 4-chi bosqich deganda hozir o'sha 3-chi bosqichga o'tgan deydi, yaxshi deydi. Aha. Natija bor. U xil rakdan deydi, yomon rakdan birinchi xili yaxshi deydi. Agar sen vaqtiga qaraganiga metastaz bermasdi, ahamiyat bermagansan deydi. Yaxshi, eng birinchi yaxshi xili deydi. Organizming yaxshi. Ilohim. Kecha o'sha Banisa dedingiz, rasm jo'natganingizda o'tga borib o'sha nimalarni ximiyani olib, keyin hozir gostinitsaga kelib nima qilib turibsizlar-da, borib kelib yuribsizlar-da. Yo'q, kecha to'g'risi Banisada emasdim. Men 2 kun oldin Banisada edim. Sizni yozganingizni ko'rdim-da. Keyin yozdim. Tirab jonim og'rigandan keyin xursand bo'lib yozdim. Men eshitar ekan bo'ladi dedim. Endi rasmga tushgan nimalarimni yozdim-da endi. Yo'q, eshitaman. Eshitaman, ming bor uzr endi men ham har deb chiqib har bir ehson beringlar deyishga ham noqulay. Bu yerda yigitlar ham ish oldingidek emas, biz gruppada ham misol uchun-da. Endi baribir mana kecha to'g'risi sizni videongizni qo'yib, yana bir singil bor edi yordam beradigan. Siznikini ham, unikini ham qo'ydim-da, kimga yordam beramiz deb, men ham endi ularni oldidan o'tib, keyin nima qilaman deb bir narsa yig'amiz. Keyin o'sha pulni kimga degan bo'lsa, o'shanga topshiramiz. Sizlar Piterga qaytasizlarmi? Qaytaman, xudo xohlasa. Opamni shahrida ayamim izimdan borishdi. Ishlab jo'natishyapti. Mana 2 oylik mablag' yig'ib keldim endi. 4 ta ximiyamga endi bundan buyon narsalarimni uyga bordim, sotib keldim. Bilmayman, hech narsa deyolmayman. Agar vrachlar mayli, bu yerda ham havosi ham bug' ekanda unday. Produktasi bo'lmaydi. Qancha yesang, nima qilsang yaxshi deydi. Uyga bor, ham gostinitsaga $600 to'laysan. Agar bir kun Banisaga yotsang $500 etar. Endi yolg'onmi chin bilmayman. O'zingiz qayerdansiz? Surxondaryodanman, Dinodanman. Tushunarli. Piterda qanchadan beri turasiz? 15 yildan beri turaman. 15. 15 yildan Tushundim. ishlayman, xudo. Bo'ldi, tushundim. Unda Gulmiraxon, xudo xolasa men harakat qilaylik. Hozir bir narsa deyolmayman, lekin harakat qilamiz. Mana hozir o'zingiz ko'ryapsiz, chiqyapman. Prosta sizlarning vaqtinglar bilan meni vaqtim to'g'ri kelmaydi. Menga yozib nima qilavering, po-любому javob beraman, yozaman. Hammasini nima qilaman? Buyergi harakatdamiz. Hozir как раз ehson qiladigan 3 oyda bir marta bir ehson qilamiz. 3 oyda bir marta bolalar bilan bitta ehson qilamiz. Men sizga falon pul yig'ib beraman deb so'z bera olmayman. Qancha yig'ilsa o'sha hammasini tiyinigacha o'sha ehsonga muhtoj insonga beramiz. Biz o'tdan foyda topmaymiz, boshqa qilmaymiz. Qo'limizdan kelsa o'zimiz qo'shib nima qilamizda, lekin sizlarning pulinglardan biz nima qilamiz? Twitterdan taksi nimaga kelgandim, sizni nomeringiz yana bir-ikkita blogerlarni nomerini berishdi. Bechora 2 ta qirg'iz bana esimdan chiqmadi, shularga yordam qildi. Shular tufayli sizni nomeringizni oldim. Bana ayting, kimga bir taksichilarga hozirgacha so'raydilar, xudo. Baloda asab bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Shular nomerlaringizni berib, taksichilar tarqatamiz, opadi. Yordam qilishdi. Qo'ldan kelgancha. Alloh shifo bersin. Bo'ldi. Xo'p, bo'ladi. Qo'ldan kelgancha harakat qilib nima qilamiz? Men aloqaga chiqaman bo'lmasa sizga, xo'p? Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Tuzalib qoling. Siqilmang, hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolis duodamiz. Sog' bo'ling. Xo'p. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulina sallallohu alayhi va sallama va ala alihi ashabihi ajmain, amma ba'd. Assalomu alaykum, hurmatli jigarlar, yaxshimisizlar, sog' salomat o'tisizlarmi? Assalomu alaykum, qadr-balat qadrdonlar, jigarlar. Assalomu alaykum, akalar, yaxshimisizlar, tinchlig'imizlar. Assalomu alaykum, jigarlar, yaxshimisizlar? Birodarlar, akalar, ukalar, SPP jigarlar gruppasini barcha
a'zolariyu akalar ukalar Hammalaringga yangi tong muborak. Avvalo Alloh taolaga behisob shukrlar bo'lsin. Sog' salomat bo'laymiz, bitlikda, sog'likda uyg'otganiga. Ehson marafonimizni boshladik, Xudo xohlasa. Hamma krugovoyga chiqyapti. Mana bir krugovoyga chiqay, krugovoy video mana kepchani olamiz. Hammalaring zo'rmisizlar, tinchmisizlar? Ishlar qanday bo'lib, charchamasdan gaziga bosyapsizlarmi? Akalar shu videoni ko'ringlar, xulosa qilinglar, hammasi o'rganib chiqilgan. O'tida opamiz jicha qiynalib qoldi, xastalar. Asalchi bratlarga murojaat bilan chiqadi. Ehsonimizga qo'shilinglar. Ehson fondimizda aktiv bo'linglar. Hammamiz Alloh taolo suvsizmay asrasin, ishimizda barakasini bersin, topganimizga barakat ato qilsin. Sog' salomat, chiroyli daromad qilish hammamizga nasib etsin. Yigitlar charchamanglar. Allohning panohidanmiz. Hozirgacha ehson kutimiz, ehson marafonimizni kutishi mablag'imiz 2600 rubl bo'ldi. Mana shu ehson ish boshlandi gruppada. Inshaalloh aktiv bo'lishlaringizni so'raymiz ehsonda inshaalloh. Xullas keladigan tomoni yo'q opani. Qo'ldan kelgan 100 so'm, 1000 so'm, 5000 so'm, 10000 so'm kim qo'lidan qancha kelsa, shu opaga yordam qilsak, o'zimiz uchun ham savob. U dunyoda o'zimizga jicha tarozimizni pallasiga bosib qoladi. Xudo xolasa mana shu opaga chiroyli qilib, qo'ldan kelgancha yordam qilib, ehsonimizni ayamasak zo'r bo'ladi, aka-ukalar. Assalomu alaykum akalar. Men Gulmiraxonda opalar bo'laman. Hozir men sizlarning videolaringizni ko'rib juda ham hayratda qoldim. Hech qachon o'ylamagandim shunchalik yordam, biron kishi yordam beradi deb. Men hech qachon hech kimdan yordam so'ramagandim shu paytgacha. Kuchim yetguncha qaradim. Mana hozir oxirgi paytda men kuchim yetmay qoldi akajon. Bilmayman nima qilishdi. Singlim juda ham og'ir ahvolda edi. Hozir ancha ahvollari yaxshi. Men ham Xudoga ming qillar shukr, kasal bo'lsam mana shu yerdan kimgadir biron nima yetmasa yo ko'chaga ko'rsam biron nimalarni qo'limdan kelgancha yordam qilaman. Shu ozgina bo'lsa ham shu Xudoga ming qillar shukr. Xudoim yaxshi niyat qilsangiz, hamisha yaxshi niyat qilsangiz berar ekan. Men shunisiga ishonaman. Borlaringga shukr akajonlar. Ming qalla rahmat sizlarga. Ming qalla rahmat. Birlaring 10 bo'lsin, o'nlaring 1000 bo'lsin. Men hech qachon umid qilmagandim hech kimdan. Ko'ryapti, singlim charchab qolyapman, ilojim bo'lmayapti aka. Menga shu singlimga duo qilsalaringiz, menga shuni o'zi katta davlat. Men Xudodan ming qalla shukr, Xudoga shukr qilaman, singlim qaytarib berdi aka. To'g'ri, kuchim qolmadi, ilojim yo'q. Shuning uchun sizlardan yordam so'raganman. Hech qachon menga aytmay, boshqa qilmay, menga rahmi kelganidan so'radi. Rosta kuchim ham qolmadi, hech kimi yo'q aka. Onam bor, onam kasal. Shunaqa gaplar akajon. Rahmat sizga. Ming qalla rahmat sizlarga. Borlaringga shukr. Hammani o'ziga yarasha tashvishi bor, hammani o'ziga yarasha xarajati bor, hammani o'ziga yarasha problemasi yo'q, qiyinchiligi bor. Avvallari shu ehson bo'lganda chatda ko'p odamlar o'tirardi, 30-40 kishi bo'lib, hammani vaqti spokойно bo'lgan vaqtlar akalar bilan o'ynardik-da, shunaqa hisob-kitob qilib. Davay, mana keyingi zakazim necha pul bo'lsa, o'shani ehson qilaman derdik-da. Hammamiz birgalikda ko'p narsaga qodirmiz, ko'p narsa qo'limizdan keladi. Muhtoj opaxonni mushkulini oson qilsak, oxiratimiz uchun katta savob ishi o'zimiz bilmagan holda, lekin Alloh taoloning oldida katta ish qilgan bo'lamiz. Yigitlar befarq bo'lmaysizlar degan umiddamiz. Avvalo Allohga behisob shukrlar bo'lsin, barchamiz erkak qilib yaratganiga. Savobga sherik bo'la oladigan, ehson qila oladigan qilib yaratib qo'yganiga Allohga shukr yigitlar. Hech kimni qoruzor qilmasin. Alloh kimlargadir o'sha qattiq sinov beradi. Kimdadir arenda, kimdadir o'ziniki mashinamiz bor.
to'rtmichamiz sog' salomat, qo'limiz bor, oyog'imiz, boshimiz hammasi butun. Lekin insonlar bor, o'sha bir narsaga zorda. Hech kim bir narsaga zor bo'lmasin. Ilohim hammasi mukammal, kerakli darajada bo'lsin. Bir oilani og'ir sharoitda turgan oilani og'ir mushkuli hal bo'lib, hayoti o'zgarib ketishini sababchisi bo'lish qanchalar go'zalligini bir his qiling. Kimdir 1000 so'm aeroportga zakaz olib qolardi, o'sha pulini shunday ehson qilaverar edi. Kimdir 300 so'mga zakaz olar edi. O'shani ehson qilaverar edi-da. Bitta zakaz, bir kunda 20 ta zakaz qilsak, o'shani niyat qilinglarda qaysidir zakazdi, oson yo'li. Akalar, ehson fondimiz 7000 rubl bo'ldi. Bizni ehson qilish, hadya qilish degan narsani to'xtatib qo'yish kerak degani emas yoki qilmaymiz degani emas. Shuni qilishda davom etsak, inshaalloh o'sha zakazni pulini Xudo xohlasa shu opani yaxshi bo'lib ketishi uchun ehson qilishga atadim deb niyat qilsanglar, shuna zakaz keladi. Bir qanaqa fayzli barakatli zakaz bo'lishini ham ko'rasizlar. Ehson fondimiz Xudo xohlasa 8500 bo'ldi. O'shani shunday pulini olib Sanjar akani kartasiga otib yuborsanglar, ana ehsonni zo'ri. Sizlarga bir zo'r o'yinli motivatsiyani. Ham hech narsaga sezilmaydi, oilaviy budjetga ham ta'sir qilmaydi. Sizlar Ehson fondimiz 27500 bo'ldi. Hammaga katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mana shu ehson qilamiz deb niyat qilgan paytda kimdir ehson qilamiz deb shayton ming xil hiyla-nayrang bilan qarshilik qilar ekanda. Qani qaysi birimiz shaytondan qanchalik kuchli ekan shuni o'zimizga o'zimiz isbotlab qo'yaylik. Shaytondan kuchlimi, kuchsizmi ekanligimizni. Yana bir g'ayrat qilib, xudo xolasa bir ertalabgacha shu 36 ni 40 qilib qo'ysak, agar ruxsat bersanglar. Kimdir yodidan chiqqan bo'lsa yoki niyat qilib qo'yib ulgurmagan bo'lsa, aktiv bo'lishlarini so'rab qolamiz. Baraka topinglar, o'zi 40 mingga yaqin pul yig'ilibdi. Akalar, ehsonimiz 42000 bo'ldi. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Akalar, davay bir g'ayrat qilib bitta bosinglik, yana bir 100 so'm qo'yinglar, kechikismang. Lekin shunda ham kattakon rahmat. Mana sizlar bilan birgalikda 3 kun ichida shuncha pul yig'ib, harakat qilganinglarga, yordam berganinglarga, qarab turmaganinglarga, gapimizni yerda qoldirmaganinglarga отдельный от души rahmat. Boringlarga shukr, qadrdonlar. Xudo xolasa, akalar, ehson fondimiz 50 mingdan oshdi. Boringlarga shukr. Hammanglardan ming rahmat, kattakon rahmat, от души rahmat. Boringlarga shukr. Qilgan ehsoninglarni Xudoyim dargohida qabul qilsin. Jigarlar, mana ehson marafoni yopilishiga juda ham mos qolyapti. Kimda kim hissasini qo'shmoqchi bo'lsa, behijolat, bemalol mana Sanjar aka admin kartalarga tashaverasizlar, lichkalarga chiqaverasizlar behijolat. Bugun shunday ulug'ayon kunda kimdir hissasini qo'shaman degan bo'lsa, uspet qilib olinglar jigarlar. Akalar, ehson fondimiz Xudo xolasa 54300 bo'ldi. 54 mingga chiqdik. Ko'pchilik bu ko'pchilikda. Lekin faraz qilinglar, arzimagan 100 so'm, 200 so'm ko'ngildan chiqarib hadya qilib, bitta oilani mushkulini hal bo'lishiga sababchi bo'lib ketamiz. Had deb turib juma vaqtigacha qani bitta tonni gaz bosamiz gaziniga. Ammo tezlashyapsizlar lekin boru. Oxirgi momentda finish keta olaman deganlar ko'p ekan. Oxirida tashlaymiz deganlar ham bor ekanda. 54 ming bo'ldi akalar. 60 mingga yetkazamiz degan umiddamiz bugun kechgacha. Shu opaxonimiz ham qancha biz tezroq yig'ib, opaxonimizga qancha tezroq bersak, opaxonimiz ham tezroq shifoni topsalar, yana bir ajoyib oilaga bir kulgu tabassum ulashgan bo'lamiz-da. Inshaalloh Alloh o'zini yo'llarimizni ochiq qilib, yaxshi yomon ko'zlardan asrab, anaqangi ag'da bag'da turadigan akaxonlardan o'zi asrab, maza qilib ishlab yuraveramiz-da. Jigarlar, nima dedinglar? Ehson fondimizning yopilishiga ozgina vaqt qoldi. Xolasa bir tezlashtirib olsak, aktivli bo'lib, ehson qilmaganlar armonda qolib ketmasin. O'singlar shuni 60 mingga yetkazib egasiga topshiraylik. Opa, assalomu alaykum. Siz salomatligingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Charchamayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Opangiz ham yaxshi bo'lib qoldilarmi ancha? Charchamay yotibdilarmi endi?
Opa shu Xudo xohlasa opa shu musofir yurtda taksi jigarlarimiz bizda bir gruppa bor. SPB taksi jigarlar. Shu gruppamizdagi hamma akalar, ukalar yig'ilishib ozgina pul yig'gan edik ehson qilib. Xudo xohlasa o'shani sizga topshirib qo'yaylik, opangizga shu bir dardiga bir malham bo'lsin degan maqsadda hozir telefon qilayotgandik. Kam bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasizlar, Xudo xohlasa. Nasib bo'lsa yaxshi bo'lib ketganda opani o'zi bilan ham bir chiroyli video gaplashish Xudo xohlasa nasib qilsin hammamizga. Hozir mana nasib bo'lsa videoda pulingizni tashlab qo'yaman o'zingizga. Iloji bo'lsa siz ham bir ko'rsatib yuborasiz pulni tushganini. Xudo xohlasa. Mayli. Hozir mana tashlab yuboraman pulni. Nomeringizni aytib turasizmi? Yo'q, men anaqa qilganman. Saqlanib bo'lgan. Gulmira Normuminovdan, ha? Aha, u karta manda emasda, u karta o'zida-da, u karta telefon shodlarimizda-da. O'zi yechib oladimi opa pulni? Yo siznikiga tashlaymi hozir? Bag'atgan Jiyaniga tashlavering. Bo'ldi, ayt, farqi yo'q, ayting. Men kim pul opaga yetkazib bera olsa bo'ldi, tashlab yuboramiz. Ha, yetkazamiz обязательно. Bo'ldi. Xo'p. Ayting. 8967. Ha, nimaga? 996. 996. Aha. 764. Aha. 88 89. Hozir mana Oybek Abdukarim o'g'li. Ha, to'g'ri. 62200 qancha chiqqan edi? Mana 62300 tashlab qo'yapman, opa. Xudo xohlasa. 62300 so'm pul tashlab qo'yapman nasib bo'lsa. Mana pul ketdi, tekshirib olingizlar, xudo xohlasa. Bir Perezagrovskiy berib boshqatdan kirib chiqsangiz, xudo xohlasa tushadi. Ekranni pastga torting, bo'ldi. Ana 62000. Ha. Pul tushdi opa. Mushkuli oson bo'lsin. Shu endi musofir yurtda yurgan taksilarni shu yaxshi niyatda ehson qilgan aka-ukalarimizni bir endi o'zingiz opangiz o'rnidan duo qilib qo'ying opa. Omonatingizni topshirdik. Rahmat sizlarga shunchalik nima qildilaringiz, yordam berdilaringiz. Juda ham qiyin ahvolda edi. Bir Holi juda ham og'ir. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketsa, biz ham qaytaramiz. Xudo xohlasa opa, siz biz shu ehson qilgan odamlarni bir o'zingizga aniq qilib video duo qilib qo'ysangiz bo'ldi opa, bizga boshqa hech narsa kerak emas. Hammalaringiz yo'llaringiz oq bo'lsin. Amin. Rohatini ko'ringizlar. Amin. Amin. Hammalaringiz tinch bo'lingizlar. Xudo xohlasa biz ham yaxshi kunlaringizga qaytaramiz. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketsa bo'ldi. Amin. Judayam qiyin ahvolga edik. Biz ham shu jon taxtimiz bo'yicha harakat qilyapmiz, yaxshi bo'lsa. Endi nima deymiz? Hamma ham umid qilib yashaydi. Shunday opa. Dard bergan shifosini ham bersin. Ming rahmat sizlarga. Bir bergan bo'lsalaring ming bersin ilohi. Hech qachon kam bo'lmaysizlar akajonlar. Nasib bo'lsa mana sizlarning gruppalaringizga qo'shilib, mana odamlarni yaxshi kuniga qaytaraman. Hammalaringiz akalar. Xudo xohlasa opa, yaxshi kunlarda nasib bo'lsa opa bilan ham ko'rishaylik. Amin. Allohu akbar. Assalomu alaykum opajonlar, akajonlar. Sizlar kecha yaxshi niyat qilib ehson qilgan opalar bo'laman. Mana hozir yaxshi niyat qilib tashabsizlar. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Niyatlaringizga yetingizlar, bolalaringizni sudrini ko'ringlar. Hammalaringiz oq yo'l sizlarga, yaxshi yuringizlar. Hech qachon kam bo'lmaysizlar. Allohning panohida bo'lingizlar akalar. Hamisha duoda bo'lamiz sizlar uchun. Bizga bir bergan bo'lsalaring sizlarga Xudoyim ming bersin. 7 oydan beri azobida akalar. Shunchalik qiynalsam ham hech kimga aytganim yo'q edi akalar. Rosti o'zimdan o'tganni o'zim bilardim. Singlim, jigarim, hammamiz bir-birimizga mehribon bo'laylik. Hamma bu dunyo g'animat. Rahmat sizlarga. Inshaalloh Xudo xohlasa men ham qaytaraman. Hamma kun yaxshi kunlar. Og'riqlar ham qoldi.
oldin umuman yura olmasdingiz. Hozir bemalol yuryapsiz. O'zgarish analizlaridan yaxshi chiqyapti. Va eng asosiy o'zi eplayapsiz. Yordamchi ham kerak emas sizga endi. Bo'lmasa kimdir yonida har doim bo'lardi va baribir yordam bilan yurardingiz. Kalaskada, boshqada endi baribir hozir mustaqil o'zi yuradigan bo'lib qolgan bo'lsangiz, bu katta narsa, katta natija. Xudo xolasa 100% tuzalib ketasiz inshaalloh. Sog' bo'ling. Xursand bo'ldim. Sog' bo'ling, yaxshi qoling. Arzimaydi, sog' bo'ling. Lekin kimdirni chaqiring. Qarindosh kimdir bo'lsa, singillarni yoki kimdir opalarni, opa keladilar, ha? Chaqiring. Bo'ldi. Hujjatlarni to'g'rilab chaqiramiz ularni. Sog' bo'ling, yaxshi qoling. Xo'p, sog' bo'ling. Arzimaydi, sog' bo'ling. Bemor umumiy holatda toza bo'lgan. Ya'ni sizda hech qanaqa raqib alomatlari qolmagan qanaqa bo'ldi. Bemor doktor aytishlari bo'yicha faqat qandaydir shanslar o'sha kasallik orqali qaytish mikroskopik birorta bir tovlama qolib ketganini shubhalarni nol qilish uchun radiatsiya nuri bilan yana quyilsa juda ham smertli bo'ladi. With radiation, the disease coming back, the chances will reduce. Radiatsiya yozganini berganidan keyin kasallik yana rak kasalligi rivojlanib qolish holatlari ham nolga tushadi. Va ko'ngil to'q bo'lishi uchun beriladi. Sizda o'zi rak kasallik borligi uchun berilmayapti bu. Sizda yo'q, yana ehtiyot choralari uchun ko'rilib qilingan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Zahir borsiz? Mana qarang, Gulmira opa. Mana Gulmira opa, necha oy bo'ldi? 7 oy bo'lyapti. Yotib kelgandingiz, endi bemalol yuryapsiz. Keyin orada hassada yurdingiz. Arabada yurdingiz. Keyin endi hammasini tashladingiz, ha? O'zingiz yuryapsiz. Bir yurib ko'rsating-chi. Ozgina yurib ko'rsating. Zo'r gap yo'q. Nur ham olib bo'ldingiz, endi qaytasiz xudo xolasa. Zo'r. Qanday, yaxshimisiz? Yaxshimi? Bular operatsiya bo'ldilar Amrita klinikada, Zarnigor. Gapira olmayotgandilar, endi gapiryaptilar xudo xolasa. Bemorlarimiz yaxshi. Mubinaxon yaxshimi? Yaxshi bo'lsin. Hammaga rahmatimni yetkazib qo'ying. Hammalariga rahmat, duo qilamiz. Ayam ham duo qilyaptilar. Rahmat, hammalaringga rahmat. Endi bunday kutmagandim yordam qilishlaringni. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum akajon, qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Men shu yordam qilgan singlingiz Hindistondaman. Xudoga ming qadar shukr, yaxshi. Men Rahmat aka, rahmat. Katta rahmat sizlarga. Men ham xursandman. Shuncha akalarim bor, ukalarim bor. Katta rahmat sizlarga aka. Assalomu alaykum akajon, qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Mana men ham bugun ertalab yo'lga chiqaman, xudo xohlasa. Sizlarga yangilikni aytib qo'yay dedim. Yaxshiman, sog' salomat. Endi ertaga yo'lga chiqaman, xudo xohlasa. 15 kun, 20 kunlar O'zbekistonga turib, keyin Peterga boraman. Avvalambor Xudo xohlasa. Sizlar davlatlaringdan yaxshiman, Xudoga shukr. Xursandchiligimni sizlarga ham aytay dedim. Rahmat. Assalomu alaykum aka. Qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Men 3 kun bo'ldi Peterga keldim. Xudoga shukr, men yaxshiman. Sizlarga aytay dedim. Xudoga ming qadar shukr, yaxshiman. Bashta avvalgi holimga qaytdim. Opamni oldiga kelgandim. Shu yerda nazoratida bo'laman doktorda. Xudoga ming qadar shukr, yaxshiman. Sizlarga rahmat. Shuni aytay degandim. Hurmatli qadrdonlar, akalar, jigarlar, hammanglarga, barchalarga mana shu ehsonda qatnashib, qo'linglarni cho'zib, o'sha ehson qilganinglarga, yordam qilganinglarga, o'zingizlardan orttirib, qarab turmasdan yelkama-yelka bo'lib, biza bilan bir yoqadan bosh chiqarib,
harakat qilganlarga kattakon rahmat. Barchalarga ehsonimiz tugadi. Bo'ldi, Xudo xolisa ertaga indinga mashg'ulada ehsonimiz topshirib, sizlarga hisobotini, отчетini jo'natib qo'yamiz. Bu yoz faslini ehson nimasi ham tugadi. Xudo xolisa shu 3 oyda bir shunaqa qilamiz deyilgandi. Endi keyingisi qachon bo'ladi bilmayman. Nasib qilsa ehsongo'y bo'lib yurishlik nasib qilsin. Qilgan ehsoninglarni Xudoyim dargohida qabul qilsin. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, umringlar uzoq bo'lib, tan joninglar sog' bo'lib yuringlar. Hammalarga addushi rahmat. Yordam berganlarga ham, qo'llab-quvvatlaganlarga ham. Murojaatlarimizga befarq bo'lmasdan chorlayotgan savobi ishimizda qo'sh qanot bo'lib chekkan akalardan Alloh rozi bo'lsin. Sanjar aka gap bo'lishini kutamiz. Akalar hammaga rahmat. Sanjar aka, assalomu alaykum. Muratan yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? O'rtoq buxgalter, o'rtoq kassir, o'rtoq g'aznachimiz. Kattakon rahmat. Rezultatga erishdik. Addushi rahmat sizga ham qilingan xizmatlaringiz uchun, sa'y-harakatlaringiz uchun. Boringlarga shukr. Bo'ldi shu yerda Xudo xolisa ehsonni to'xtatamiz. Yetadi bo'ldi. Mana shu Xudo xolisa mana 60 ming qanchadir bo'lib qoldi. 60 mingni to'xtatamiz dedik. 60 mingdan ham o'tib ketdik. Kattakon rahmat.